Atikira 2 avtomobiliga propan gaz ustunukaning to'liq obzori bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, old qismiga turbina avtomobil bo'lgani uchun 4-pokoleniya ustunuka qilamiz. Tarchaslar bilan tanishtirib o'taman. Blok upravleniya 800 go fast, original qo'yish kerak. Sabab bularda muammo chiqishi mumkin. Injiq motor. Ko'pchilik biladi buni. Hop, reduktorimiz Turetskiy original reduktor bo'lgan. Atikir Komni real farsunkadan ustunuka berganmiz. Chiqarmaslik uchun Argument original shlangalardan ustunuka berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Italyanskiy shlangalar, mayda shlangalarga ham original shlangadan foydalanganmiz. Sababi salonga hid-bit muammo chiqmaydi. Hamda bitta anaraziy filtr har 5 mingga almashadigan. Mana shu holatda ideal holatda ustunuka bo'ladi. Agar metal ustunuka qiladigan bo'lsak, unga panda zajigani ham o'rnatsa bo'ladi. Propanga esa shart emas. Orqa qismiga 42 talik, 47 talik hamda 63 talik gaz ballonlaridan ustunuka qilsa bo'ladi. Bu avtomobilimizga 63 talik gaz ballon ustunuka berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, original armaturlar bilan hech chiqarmaydigan ustunuka berganmiz. Hop, taglarni shum izolyatsiya qilgan holatda, ideal holatda ustunuka berganmiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.